Fazoviy omborining sigimi kengaygach, Shen Xiao tungi rejasini amalga oshirishga tayyorlandi. Ertasi kuni tongda qushlar sayrashi ostida hech narsadan bexabar Li Dafu odatdagidek do'koniga yo'l oldi. Ammo eshik oldiga yaqinlashganda uning ko'ngliga galati xavotir tushdi. Shu sabab u shoshilib ichkariga yugurdi. Ko'rgan manzarasi uni dahshatga soldi. Do'kondagi barcha javonlar butunlay bo'shab qolgan edi. Issiqdan foyda ko'rib qimmatga sotish uchun yigib qo'ygan barcha mahsulotlari izsiz yo'qolgan edi. Qo'rquv va vahimadan esini yo'qotgan Li Dafu bor ovozi bilan baqira boshladi. U mahsulotlarni o'g'irlagan odam kimligini jonjahdi bilan talab qilardi. Bu paytda Shen Xiao mustahkam bunkeri ichida kuzatuv kamerasi orqali hammasini tomosha qilib o'tirardi. Tizimda birdaniga 66 ta salbiy hissiyot balli qo'shilganini ko'rib, u muzdek gazli ichimligidan bir hoplab qilgan ishidan zavq oldi. Do'konda esa Li Dafu jahl ustida deyarli og'zini yerga tashlab, o'g'rini tinmay la'natlardi. Ayni paytda bombosh qolgan do'kon oldiga ko'plab odamlar yigila boshladi. Ikki ayol esa kecha tunda do'kon yonida galati qora soya ko'rganini gapira boshladi. Bu mishmishlar go'yoki do'konda arvoh paydo bo'lgandek ta'ssurot uyg'otdi. Natijada Li Dafuning qo'rquvi yanada kuchaydi. Shen Xiaoning tizimi esa uning qo'rquvi, shubhasi va g'azabidan yana salbiy hissiyotlarni yigib oldi. Vaziyatni yaqindan ko'rish uchun Shen Xiao ham odamlar orasiga qo'shildi. Li Dafuning jahlidan zavqlanib, u xotirjam kartoshka chipsini yeya boshladi. Ataylab baland ovozda chips juda mazali ekanini aytdi. Buni eshitgan Li Dafu darhol qadoqni tanib qoldi. U bu chipslar yo'qolgan mahsulotlari ichidan ekanini da'vo qildi. Shen Xiao esa chipsni ko'rsatib, yana avvalgi hazilini takrorladi. U chipslar oltindan yasalgan shekilli deb kinoya qildi. So'ng yana avval aytganidek, do'konni o'g'rilar bosishi mumkinligi haqida ogohlantirganini eslatdi. Jahldan ko'zi kor bo'lib qolgan Li Dafu Shen Xiaoning yoqasidan mahkam ushladi. U uni o'g'rilikda ayblay boshladi. Ammo Shen Xiao mutlaqo xotirjam edi. U hech qanday dalil yo'qligini aytdi. Yolg'on ayblov uchun qonun oldida javob berishga to'g'ri kelishini ham eslatdi. Shundan keyin yana masxara qilib, qo'lida qolgan chipsni Li Dafuga taklif qildi. Axir uning sotadigan mahsuloti ham qolmagan edi. Bu kinoya Li Dafuning jahlini yanada avj oldirdi. U baribir barcha aybni Shen Xiaoga agdarishda davom etdi. Shu payt tizim yana ishga tushib, Li Dafudan 18 ta g'azab hissiyoti ballini yigib oldi. O'zini oqlash uchun Shen Xiao yigilgan odamlarga murojaat qildi. U chips faqat shu do'konda emas, boshqa do'konlarda ham sotilishini aytib, vaziyatga xolis baho berishni so'radi. Odamlar asta-sekin pichirlasha boshlashdi. Ular Li Dafuning ayblovlari mantiqsiz ekanini muhokama qilishardi. Shunda Shen Xiao dadil tabassum bilan katta garov taklif qildi. U Li Dafuni uyini bemalol tintuv qilishga chaqirdi. Agar u yerdan bitta ham o'g'irlangan buyum topilsa, Shen Xiao uning qiymatini 10 baravar qilib to'lashga va'da berdi. Ammo hech narsa topilmasa, Li Dafu o'zining zaxira elektr generatorini Shen Xiaoga berish kerak edi. Shen Xiaoning aybdorligini isbotlashga shoshilgan Li Dafu garovga darhol rozi bo'ldi. Shundan so'ng u yigilgan odamlarni boshlab Shen Xiaoning uyiga yo'l oldi. Uy ichiga kirishlari bilan hamma ko'zlariga ishonmadi. Hashamatli bezaklar va qimmatbaho jihozlar barchani hayratda qoldirdi. Odamlar Shen Xiao buncha boylikni qayerdan topganiga hayron bo'lishardi. Shiftdagi yaltirab turgan billur qandil hatto Li Dafuni ham indamay qo'ydi. U kiyim javonlarni titkilab chiqdi. Ammo u yerdan faqat qimmatbaho kostyumlarni topdi. Keyin muzlatgichni ochib ko'rdi. Ichida esa premium oziq-ovqat va ichimliklar bilan to'la katta zaxira bor edi. Hatto yashirin seyfni ochganida ham ichidan sof oltin quymalari chiqdi. Shunga qaramay Li Dafu umidini uzmadi. U uyning har bir burchagini agdar-tontar qildi. Ammo yo'qolgan mahsulotlardan bittasini ham topa olmadi. Oxiri Shen Xiao xotirjam ohangda undan qidiruv tugaganini so'radi. Uyatdan boshi egilgan Li Dafu indamay ketishga urindi. Shu payt tizim uning kuchli uyalish hissiyotini ham yigib oldi. Ammo Shen Xiao uning yo'lini to'sdi. U garov bo'yicha va'da qilingan to'lovni talab qildi. So'ng yigilgan odamlarga qarab, Li Dafu asossiz ayblov qilganidan keyin endi bergan va'dasidan ham qaytmoqchimi deb so'radi. Li Dafu garovdan qochishga urinishi bilan odamlar uni koyi boshlashdi.
Ular uning uyatsizlarcha sozidan qaytayotganini aytishardi. Jahli chiqqan Li Dafu birdan Shen Xiaoga tashlandi. Ammo Shen Xiao uning qo'lini osongina ushlab oldi. So'ng bilagini qattiq siqdi. Og'riqdan Li Dafu qattiq baqirib yubordi. Tizim esa shu zahoti 73 ta og'riq hissiyoti ballini yigib oldi. Azobga chiday olmagan Li Dafu taslim bo'ldi. U zaxira elektr generatorini darhol olib kelishga rozi bo'ldi. Shen Xiao esa unga tezroq harakat qilishni buyurdi. Chunki harorat tobora ko'tarilib borayotgani sababli tez orada tashqariga chiqishning iloji qolmasligini aytdi. Bu yakuniy mag'lubiyatdan so'ng tizim yana qo'rquv, og'riq va kuchli xorlanish hissiyotlarini yigib oldi. Keyinroq Shen Xiao mustahkam bunkeri ichida bemalol dam olayotgan edi. Shen Xiao bunkerida o'tirgan paytda sobiq sevgilisi Lu Wanqingdan shoshilinch qo'ng'iroq keldi. Telefonning narigi tomonida u qo'rquvdan titrayotgandi. Lu Wanqing vahima ichida so'nggi 2 kundan beri Dahay guruhi odamlari uni kuzatayotganini aytdi. U Shen Xiaodan buning asl sababini tushuntirishni talab qildi. Axir u hujjatlarga qo'ygan imzo oddiy rasmiyatchilik ekan, nega endi qarz undiruvchilar uning ortidan tushganini so'radi. Shen Xiao esa o'zini qattiq ranjigandek tutdi. U xafa ohangda shuncha qilgan yaxshiliklardan keyin ham nega unga ishonmasligini so'radi. Ich-ichidan esa bu vaziyatdan zavqlanardi. U Dahay guruhi kutganidan ham tezroq harakat qilayotganini tushundi. Xotirjam ohangda Lu Wanqingdan ularning uy manzilini bilib olganini so'radi. Yoki unga aniq tahdid qilishganmi deb qiziqdi. Lu Wanqing ularni tor ko'chalarda aldab qochishga muvaffaq bo'lganini aytdi. So'ng Shen Xiaoni ogohlantirib, unga qarshi hech qanday hiyla ishlatmasligini qat'iy tayinladi. Shen Xiao esa eng muloyim ovozda uni tinchlantirishga urindi. Uning aytishicha, Lu Wanqing shunchaki ortiqcha xavotir olayotgan edi. Gaplashayotgan paytda Shen Xiao telefon kamerasini ataylab stol tomonga burdi. Kadrda uning hashamatli kechki ovqati yaqqol ko'rinib turardi. Qizartirib pishirilgan losos baligini ko'rgan Lu Wanqing hayratdan qotib qoldi. U bunday dahshatli issiq paytida Shen Xiao bu qadar qimmat mahsulotni qayerdan topganini so'radi. Shen Xiao esa uning hasadini yanada kuchaytirish uchun muzdek gazli ichimlik bankasini ochdi. So'ng bu ovqat uning yashirin zaxiralari oldida hech narsa emasligini maqtanib aytdi. Bularni eshitgan Lu Wanqing ishona olmay qoldi. U Shen Xiao rostdan ham juda boyib ketgan bo'lishi mumkinligi haqida o'ylay boshladi. Axir shahardagi do'konlarda oddiy oziq-ovqat ham tobora yo'qolib borayotgan edi. Shen Xiao esa muzdek ichimligidan huzur bilan bir hoplab oldi. Shen Xiao ataylab shirali lososdan yana bir bolak yedi. So'ng hazillashgandek qilib, bu falokat paytida qulay yashash mumkin bo'lgan yagona joy uning mustahkam uyi ekanini aytdi. Lu Wanqing esa uni ovqatlanayotganini ko'rib, havasdan deyarli og'zi suvi oqib ketdi. U anchadan beri toyib ovqat yemagani uchun mazali taomni juda qattiq istayotgandi. Shen Xiao uni tuzoqqa ilintirganini tushundi. Shuning uchun muloyim ohangda undan oziq-ovqati yetarlimi deb so'radi. Lu Wanqing o'zini bechora qilib ko'rsatdi. U qarz undiruvchilardan qo'rqayotgani sababli uyda yolg'iz qolishga jur'at etolmayotganini aytdi. So'ng ayollik jozibasidan foydalanib, bir necha kun Shen Xiaoning uyida yashashni taklif qildi. Evaziga esa uni zeriktirmasligini va'da berdi. Shen Xiao ekran ortida ichida kulib qo'ydi. Ochko'z ayol uning tuzog'iga aynan kutganidek tushgan edi. U ichida Lu Wanqingni yo'qolmaydigan suvarakka o'xshatdi. Tashqaridan esa xursand bo'lgandek ko'rindi. U ilgari Lu Wanqing yashash joyini doim sir tutganini eslatdi. Keyin esa o'zi borib olib kelishini aytdi. Tun tushgach, Lu Wanqing darhol uy manzilini yubordi. U endi eski qoidalarni unutishini aytdi. Go'yoki mehribon yigiti sifatida uni himoya qilish Shen Xiaoning burchi ekanini ta'kidladi. Shen Xiao unga uydan chiqmay tinchgina kutishni buyurdi. Shundan so'ng qo'ng'iroqni yakunladi. Lu Wanqing esa telefonni qo'yib ichida kuldi. U Shen Xiaoni hamon bir necha shirin gap bilan boshqara oladigan sodda yigit deb o'ylardi. Bu orada Shen Xiao vaziyatning kinoyali tomonini o'ylab jilmaydi. Axir ilgari uni hatto uyi darvozasi oldiga ham yaqinlashtirmagan qiz endi birgina ovqat evaziga yashirin manzilini o'zi yuborgan edi. Shu payt eshik taqillagan ovoz uning xayolini bo'ldi. Kuzatuv kamerasiga qarasa, qo'shnisi Vang Xola nabirasi bilan eshik oldida turardi.
Ular ichkariga kiritishini so'rashayotgan edi. Shen Xiao og'ir eshikni ochib, Vang xoladan nima kerakligini xotirjam so'radi. Vang xola iltimos qilib, ularni ichkariga qo'yishini so'radi. Uning aytishicha, konditsioneri buzilib qolgan, kuchli issiq esa nabirasiga juda og'ir ta'sir qilayotgan edi. Ammo Shen Xiao ularga achinmadi. U bolaligidagi og'riqli voqeani eslatdi. O'sha paytda Vang xola uni va onasini kambag'al, iflos odamlar deb haqorat qilgan edi. Hatto qo'riqchilarga ularni haydab yuborishni ham buyurgan edi. Vang xola esa 60dagi bu voqeani arzimas narsa deb hisoblab, o'zini oqlashga urindi. U Shen Xiaoni shuncha yillik eskigina sabab odamgarchilikni unutganlikda aybladi.